Hop. Assalomu alaykum do'stlar. Mana ko'rib turganimizdek bizda Nasdaq paramiz haliyam o'sib bora. Juda chiroyli harakatlanishni ko'rishimiz mumkin. 10 lotda savdo kirdik va narx yuqori harakatlanish uchun. Nima sababdan degan bo'lsak, bozor ertalabdan beri tushish trendida bo'ldi va narximiz muvozanat nuqtasiga kelishi kerak. Shuni hisobiga hozir men buy trendga savdoga kirdim. Mana ertalabdan beri bozor ko'rayotganimiz katta likvidit bilan, katta bosqich bilan narximiz tushishda davom etyapti. Hozir ham agar hali sell side likviditini olgani yo'q, mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda olsa, biz sell side likviditimiz olingan bo'ladi, lekin hali bu yerda olmasdan market shift holati bo'ldi. Shuni hisobiga men hozir savdoga kirdim. Hop, lekin narximiz yaxshigina bu yerda o'ynayapti. Ana ozgina kuzataman, agar bozor nima qila olmagan bo'lsa, yorib o'tib keta olmaydigan bo'lsa, savdoni tugatamiz. Hop, lekin yaxshigina bozor harakatlanyapti yuqoriga. Ko'ramiz. Endi ana qaytish boshlandi. Yaxshigina qaytib yurdi va narximiz yana qaytdi. Agar bozor mana shu tepda ketadigan bo'lsa, biz sell side likviditni olgandan keyin yana boshqatdan savdoga kiramiz. Hozircha endi bozor holatidan kelib chiqqan holatda market shift bo'ldi. Shunchaki bozorni ko'rgan holatimda savdoga kirdim. Biz oxirgi sell stopimiz mana bu oxirgi minimumda turibdi. Deyarli $300, $400 ziyon bo'ladi agar nima qiladigan bo'lsa. Narximiz biz stop oladigan bo'lsa, lekin hozir yaxshigina harakatlanyapti yuqoriga qarab. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, narx holati mana $200 ga foydamiz hozircha. Agar bizni mana bu joyda uradigan bo'lsa, sell limitimiz shu yerda mana $3000 ga qo'yganman. Bu mana ko'rayotgan bo'lsak, yangi 50 ming hisob. Alpha Futures'niki bu. Agar mana shu holatda ketadigan bo'lsa, bugunning o'zida imtihondan o'tib qo'yish imkoniyatimiz paydo bo'ladi bizga. Yaxshi, $400 foyda. Juda ham chiroyli ketyapti narx. Xudo xohlasa mana shu trendga ketadigan bo'lsa, bizda bu vaqt kutib turmashi ham mumkin. Yoki $1000 qanchadir foydada yopishi ham mumkin bo'ladi. Bozorning holatini qarab, unga qarab savdodan chiqamiz. Juda ham yaxshi. Hop. Demak, biz bitib qo'yapman. Hali %100 bozorimiz aniq buy trendga o'zgargani yo'q, lekin market shift holatligi uchun men savdoga kirdim. Mana shu holatda biz $400 dan oshiq foydada turibmiz. Hop, yana ozgina kutaman. Chunki bu bozor hali anaqa kuchli buy trend emas. Shuning uchun shunaqa holatlardan sekin savdodan olib chiqib ketganimiz ham yaxshi. O'zi aslida. Demak, mana shu joy hozir ko'tara olmasa, men stop lossni ko'taraman. Mana ko'rayotgan bo'lsak, hop mana. Hech bir foyda olib 5 yoki $300 atrofida narx qaytadigan bo'lsa, shu yerda o'zida mana hozir $500 foyda turibmiz. Oladi stopimizni. Agar qaytmaydigan bo'lsa narximiz, stopni ko'tarib ketaveramiz. Juda ham yaxshi $700 foyda beryapti. Mana stopni ko'taraman. Juda go'zal savdo, chiroyli. Hali kuchsiz trendlik uchun stopni ko'tarib ketyapman. Normal likvidlik hali bozor yetkazib bergani yo'q, sell side likviditlikni. O'shaning uchun men stopni ko'tarib ketyapman. Bo'lmasam stopni ko'tarmasdan bezubikni o'ziga qo'ygan bo'lardim. Hozircha lekin yomon emas. $600 ga yaqin foydadamiz. Hop. Stop lossimiz oldi. $500 foyda. Stop filled. Ko'rayotgan bo'lsak, $506, $50,500 foyda bo'lyapti mana bizda total peni. Hop, buni yana nima demoqchi edim? Aniq qilib tushuntiradigan bo'lsam sizlarga. Xo'sh. Trading View o'tib turib ko'rsatib berganim yaxshiroq sizlarga. Mana hozir 1 minut nima bo'layotganligini. Nasdaqdamiz. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Ko'rayotgan bo'lsak, mana bizda hozir 15 minutlik time frame oralig'idamiz. Mana narximiz nima bo'lyapti? Ertalabdan beri bozorimiz juda ham chiroyli harakatlanib keldi. Ko'rayotgan bo'lsak, juda ham chiroyli harakatlandi va harakatlanyapti, lekin hali mana bu bizni sell side liquidity zonamiz olgani yo'q. Mana bu bizda sell side liquidity zonamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Hop. Ichigacha qo'yamiz. Ko'ryapmiz, bizda yuqorida bo'lsa buy side liquidity'miz bor. Hop. Buy side liquidity zonamiz. Hop.
Men kirmoqchi bo'lgan, ishlatmoqchi bo'lgan ssenariy qanday edi? Hozir agar narximiz mana bu sell side liquidity zonani olganda edi, deylik mana bu zonalardan narx qaytganda edi, bemalol biz muvozanat nuqtamizgacha yaxshigina kuch bilan yuqoriga yugurib bergan bo'lardi. Hozir bu yerda ozgina konsolidatsiya olyapti, chunki mana bu joyda adolatli qiymat narxlar juda ko'p, yaxshigina imbalans bilan tushgan bo'lib ko'rayotgan bo'lsak candlelar. Shuning uchun bu yerda buyga ishlash ozgina yaxshigina xatarli. Faqatgina ozgina kutib turib, sell side liquiditylarni olgandan keyin narx muvozanatlash nuqtasiga qarab ishlaganimiz bizga juda ham yaxshi foyda beradi. Bu yerda endi faqatgina bizda kutish qolyapti xolos. Endi kutib turib, bozorda mana bu sell side liquiditylarni olgandan keyin narximizni mana bu muvozanat nuqtasigacha qarab yugurishiga ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xuddi kechagi ssenariyda qilish ehtimoli ham yuqori. Mana bozor ochildi, narximiz tushdi, yurdi va yuqoriga yurdi. Mana undan keyin yana bugungi bozor tushdi, xuddi o'sha zonaga oxirgi minimum holatda kelyapti. Bu yer yaxshigina kuchli zona hisoblanadi. Chunki bu kechagi mana ko'rayotgan bo'lsak soat nechi, mana 3 London sessiyasining oxirgi minimum zonalari. Undan keyin narximiz yuqoriga ketdi va bu yerda narximiz qaytadan sinov qilmadi. Shuni hisobiga bugun bozor narximiz pastga kelyapti. Hop, endi bugungi qisqacha agar buy trend ishlaydigan bo'lsak, mana bu sell side liquidity yutib yuborgandan keyingina bemalol savdoga muvozanat nuqtasigacha qarab Fibonacci'da yuqoridan pastga tortasizlar, oxirgi narx qaytgan zonasiga. Undan keyin 50% atrofigacha take profitlar qo'yishlar mumkin. Qisqacha shu. Hammanglarga rahmat. 5 minutlikka o'tamiz, lekin mana narximiz baribir yuqoriga oz-oz harakatlanishni boshladi. Hop, qolganini endi kechki payt Amerika bozori ochilgandan keyin qo'yaman. Hop, do'stlar, mana hozir ko'rishimiz mumkin. Sell side liquidity zonamiz oldi, swap qildi va narximiz yuqoriga qarab harakatlandi. Mana hozir $500, undan keyin $300, 861 da umumiy foyda $861 turibdi mana. Ko'rishimiz mumkin. Hop, bundan tashqari bizda boshqa top step akkauntimiz mana ko'rishimiz mumkin. Narximiz qanaqa kirish nuqtasi ko'radigan bo'lsak, sell side liquidityda oldida va narximiz yaxshigina hozir ham yuqoriga harakatlanishni kutyapmiz mana. Hali bu muvozanat nuqtasiga yetib borgani yo'q. Hozir ko'ramiz, muvozanat nuqtasi mana bu joyda. Hop. Muvozanat nuqtamiz mana bu joyda. Mana narximiz 24730 atrofida muvozanat nuqtamiz bor. Hop, mana ungacha take profit ham ko'tarib qo'ydim. Nima demoqchiman? Mana sell side liquiditydan so'ngra savdo kiradigan bo'lsak, muvozanat nuqtasiga yaxshigina kuch bilan yurishini mana ko'rishinglar mumkin demoqchiman. Algoritm xuddi shu holatda yetkazib beradi bozor. Mana ko'rayotgan bo'lsak, 15 minutlik time frame ni ko'rsatdim sizlarga. Uni ham ko'rsatib qo'yaman. 15 minutlik time frame oralig'ida nima shakllangan mana ko'ryapmiz. Sell side liquidityda oldi, narximiz hech qancha mana ozgina narximiz tushdi-da. Va bu yerda kirish sababi nima bo'lgan? Bizda 15 sekundlik time frame oralig'i va 1 minutlik time frame oralig'ida savdo kirganman. Market shift holati bo'ldi. Hop. 15 sekundlikda kirgan ekanman. Hop, tashlab turamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, nima hosil bo'lgan? Bizda mana narximiz kelgan va oxirgi mana bu oxirgi minimum holatida mana market shift qildi. Undan keyin men savdoga kirilgan bu yerda va bozor ko'rayotganimizdek yaxshigina yuqoriga hozir ham harakatlanyapti. Hop, 5 minutlikka o'tamiz. Bizda mana stop loss nuqta take profit bu yerda stop lossimiz endi bez ubitga bemalol olib chiqib qo'ysak bo'ladi. Mana bozor ochilish holatida ham bemalol bir lotda ushlab bemalol kutsak bo'laveradigan holatda hozir. Qisqacha shu, mana sell side liquidity ishlash holati mana shunaqa holat tartibda ishlanadi. Ko'rayotgan bo'lsak, narx har doim bir-birini muvozanatlagan holatda trend davom etadi. Mana bu holatda o'tadigan bo'lsak, yana boshqa shotga mana ko'rayotgan bo'lsak, boyagi birinchi savdo va undan keyingi savdo mana bir lot umumiy 5 lotda kirilgan va mana bu joyda yopildi. Hop. Hozircha shu, mana shu boyagi nimani analizda natijasini ko'rsatyapman. Hammanglarga rahmat.